Aziz do'stlar, Xitoy choy yetishtirishda juda ham oldinda. Dunyoga 90% choy yetishtiradi desak ham to'g'riroq bo'ladi. Mana Maofen choyi Huanshan tog'larida bo'lar ekan. Endi buni damlanganini qarang. O'zini kitobida bu choylarni filtrlangan suvga tavsiya qiladi doim. Ko'rasizlar. Kelasi bizni pulga 1 million so'mdan qimmat keldi. Mana rangi chiqmaydi bu choylar. Yam-yashil yaproqlari ochilib yoyilib turadi, mana ko'rasiz. Abdulahat mana ichib ko'rdingiz, iching. Rangi chiqmasa ham mazasi qanaqa? Zo'r, ta'mi zo'r chiqar ekan. O'sha men savol bermoqchi edim. Rangi chiqmasa ekan, lekin ta'mi bo'lar ekan. Bizda o'zbeklarda to'g'risi odamlarda anaqa rangi chiqsa o'shani zo'r choyga deb tavsiya qilishadi, to'g'ri. Rangiga bog'liq. Rangiga bog'liq bo'lib qolgan, lekin O'shanga hammani yaxshi choylarni ichib ko'rishligini tavsiya qilaman. Конечно, bu sohada bo'lganim uchun ham birinchidan tavsiya qilaman. Ikkinchidan, to'g'ri, mevali choyli doim kayfiyatni ko'taradi. Bir do'stlar davrasida ichishlik, oila bilan baham ko'rishlik, lekin doimiy ichgani mana ko'k choylarga yetmaydi. Sizlar bir marta ichib, buni mazasiga o'rgangandan keyin biz O'rta Osiyo xalqi hamisha qoni suyuq, agressiv xalq. Mana kafein doim, kafein kerak bizni miyaga. Shuning uchun bu choylarda kafein zo'r ishlaydi. Hammani tavsiya qilaman, ichib bir bahosini bering.